Assalomu alaykum YouTube kanalimizning qadrli obunachilari va texnika ishqibozlari. Mana bugungi texnikalarimiz sotiladi. Agar kimdadir sotiladigan texnikalar bo'lsa, yuqorida ko'rsatilgan reklama xizmati nomerlariga Telegram, WhatsApp, SMS orqali telefon qilishingiz ham mumkin. Tezda reklama qilishga chiqarib beramiz. Texnikalaringizni sotilguncha reklama qilamiz. Birinchi texnikamiz sotiladi. MT80 10 million deyaptilar. Qashqadaryo kasbida 99 458 44 22. Telefon qiling, bog'larning narxlari juda ham arzon. Endi Yumuz traktori sotiladi. 1986-yil ishlab chiqarilgan. Narxiga kelsak 21 million deyaptilar. Kam bor, kelishtirib beraman dedilar. Juda ham arzon narxda. 97lik 928 58 94. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida. Shu texnikani ko'rib bitta laykni bosing. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir texnikalar kerak bo'lsa, kommentariyada yozsalar chiqaramiz. Mana shu traktor sotiladi. Rollari tozatir. Oldi holatlari. Balonlari yaxshi. Motor zadnimoslari ham zakonli. Bundan boshdan ko'rinishlari. Startida yuradi. Startdan qo'yibmiz. Endi puluk omoch sotiladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan. Narxiga kelsak 32 million deyaptilar. Farg'ona Qo'qonda 33lik 718 00 94 telefon qiling, bog'laning. Endi arzon prispadborchik Markan Z511 apparati sotiladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan. 2020-yilda qo'shilgan 40 million deyaptilar. Kamur Qashqadaryoda 93lik 908 98 00 99 154 85 28 telefon qiling, bog'laning. Endi Jaguar'da oldiga toqadigan Ru Extra, Ru Prostoy 450, Kroni 6 jatkalarimiz sotiladi. Manzil Andijonda 90lik 526 22 02 99 695 22 02 telefon qiling, bog'laning. Yangi texnikalarimiz uchun bitta laykni bosib qo'ying. Endi keyingi texnika sotiladi. MT80X 2008-yil ishlab chiqarilgan. 120 million deyaptilar. Kelishtirib beriladi. Ishga tayyor. 94lik 199 79 10 93lik 292 91 81 Jizzax viloyati Zominda. Apollon shtangel sotilar ekan. 12 metrli 2005-yil ishlab chiqarilgan. Holati yangi, garantiyasi bor ekan. 14,5 million deyaptilar. 93 937 87 78 Toshkent shahrida ekan. Telefon qiling, bog'laning, yangi. Endi Enru sotiladi. 800 kg 2005-yil ishlab chiqarilgan. Holati yangi, garantiyasi bor. Toshkent shahrida 13 million 900 deyaptilar. 93 937 87 78 telefon qiling, bog'laning, garantiya ham qo'yib beramiz texnikalarimizga. Endi Ruminsk selka sotiladi. Paxta Makkay moj ekadigan 35 million deyaptilar. Kambir kelishtilar. Sustenance juda ham zo'r. 93 290 7106 Jizzax viloyati Do'stlik tumanida ekan bu. Endi Rostelmach prispadborchik sotiladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi so'z deyaptilar. Holati a'lo. Narxiga kelsak 50 million deyaptilar. Kambor kelishiladi. 88 954 60 61 99 076 83 10 Qashqadaryo viloyati Mirishkor.
Dilnabaza raketa sotiladi. Narxi kelsa 45 million deyaptilar. Ramasi butun dedilar. Tekstlashga moslashtirilgan Andijon Izboskan'da 782 17 61 telefon qiling, bo'g'laning tayyor videolari ham bor. Raketa ko'rishingiz Dilnabaza. mumkin. Zavodskoy. Ishlar yangi qo'yilgan. O'tgan yili. Ramasini ichkarida svarkasi yo'q. Rama butun eshilmagan. Ketmoni ham remont bo'lgan. Pichoq almashib remont ekan, boshqa joyi hamma yo'q butun. Svarkalar yo'q, ko'rib ko'rasizlar. Biz o'zimiz lazerni 7-8 olganimiz uchun, bunga ehtiyoj qolmagani uchun sotuvga qo'ydik. Endi chigit ekishga moslashtirilgan silka sotiladi. Shu turishi olmishlik. Sxemasi 6 qatorli 76 va 90 ga tushadi. 4 qatorli qilsa ham bo'ladi. Ishga tayyor, hamma joy ishlaydi. Narxiga kelsak, arzon 18 million deyapti, kambol kelishtiriladi. Selka 60lik 6 qatorlik. 93 782 17 61 telefon qiling, bo'g'laning. Hamma yo'q soz holatda. Chinalari ham yangi qo'yilgan. Tagidagi zagartash chigit uy ochadiganlar ham yangilangan. Katuglar ham hammasi yangi. Faqat o'zimiz fermer xo'jalik ishlagan. Mana selkani olganimiz uchun buni sotib olyapmiz endi. Bu kelgandan keyin bunga ehtiyoj qolmadi. Shu sababli sotilyapti. Bunga qo'shimcha mana seksiyalari bor. Zapaska shu seksiyalarni ham qo'shib beramiz. Endi keyingi kultivatsiya
Sus sotladi. Komplekt oldi ham bor. Remont bo'lgan, ishga tayyor. Narxiga kelsak 17 million debdilar. Andijon izbosganda 93li 782 17 olmush bir. Kultivatsiya. Seksiyalar yangi vipiskadan, eski vipiska emas. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta seksiya bo'ladi oldida. O'ng tomonda ikkita, orqasi chap tomonda ikkita. Bu oldini ramalari. Bu bittasi, bu tagidagi yana bittasi. Ramalar butun. Mana bu yerlarga e'tibor berasizlar. Yilmagan sabachkalar ham ishlaydi. Endi yasashga zakaz olamiz degan qizil loviya chiqaradigan apparatga yasashga zakaz olamiz. Agar mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, yasab beramiz deydi akalarimiz. Toshkent Bo'kada 93 919 75 44 99 919 74 44. Endi mini traktor sotiladi. 1991-yil ishlab chiqarilgan manzil Farg'ona Chimyon 7,5 ming deyaptilar. Kambor kelishadi 97 337 1855. Telefon qiling, bog'laning. Tayyor texnika ishlab turgan videolari ham bor. Mo'ydinjonni traktorlar og'darib tashlayapti. Yerda kindigini uzib olyapti. Haydatadiganlar bir haydataveringlar, gulchamanliklar. Ham yaqin, ham arzon yerlarda haydatilyapti mana. Traktorga gaz yo'q. Kecha ham qiz degan ekanman. Endi New Holland TT5 sotiladi. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Narxiga kelsak 18 ming deyaptilar. Kelishiladi. Holati yaxshi, omochi bilan birgalikda sotiladi deyaptilar. 90li 173 08 08 Andijon Baliqchida. Telefon qiling, bog'laning. joylari yo'q. Keyin joylarda ekan. Mana joy.
bor ya. Yog'lar vaqtida joylari yo'q. Puligimiz 430. Meneral 335 haydaya oladi. Arqa balonlar ideal holatda. Salonlari ham urinib ketmagan. Solarga dachimiz gurimizni Endi keyingi texnika sotiladi. Gusenich traktor sotiladi. 2022-yil ishlab chiqarilgan. Ot kuchi 60 tali 4 ta Porsche'li texnikalarimiz freza, ko'chatga o'ra qaziydigan, transhen, o'qari qaziydigan birgalikda komplekt sotiladi. Narxiga kelsak 10 ming deyaptilar. Kam bor kelishiladi. Hammasi birgalikda 98 39 09 91 99 878 2301 Toshkent viloyati, Toshkent tumanida. Bo'l qattiq joyini olmang. Qattiq joy chiqdimi? Tanlab aytgan qo'yinchi. Ketdi. Endi Class 55 sotiladi. 2016-yil ishlab chiqarilgan. Рабочий состояние $11,000 deb kam bor kelishadi. 99 631 82 98 Quvasoyda, Farg'onada. Telefon qiling, bog'laning. Arion 630 traktor sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan. 5571 motochasi ishlagan, hamma joyi radnoy. Holat juda ham a'lo. Umuman yer haydalmagan deyaptilar. Puliga kelsak, narxiga kelsak 550 million deyaptilar. Kami bor kelishtirib beramiz. Qoraqalpog'iston, Amudaryo 97 857 77 37 94 842 88 18 telefon qiling, bog'laning. Tayyor videolari ham bor, tomosha qilishingiz mumkin. Xarajatlik joyi yo'q. Arionimiz 2013-yil holati juda ham a'lo, haydalmadi hisob. O'zi balonlari ham o'ziniki radnoy, mana radnoy balonlari, hamma joyi o'ziniki radnoy. Hali biroz joyi ochilgani yo'q.
balonlari, xirlari mana. Yana bir 7-8 yil xizmat qilib beradi. Mana. Orqalari ham, hamma joyi mana. Umuman o'zi ko'rinishidan ham ko'rinib turibdi. Mana. Anvar, massasini qo'shib bersan? Mana hozir. Tak. Mana. Hamma joyi. Mana. Qarab ko'rdingizmi? Mana yangi bo'lib turibdi. Yangi matachasi hozir mana. Bunu ishlab qopti, bunisi. Qayerdan edi bu? Tak. Mana. Mana bu yoqlari ham. Mana qarang, yangi turibdi. Umuman yangi o'zi haydalmagan. Buni faqat bitta dadam haydadi bo'ldi. Boshqa shopir ham almashmagan. Shopirlari ham almashmagan. Yo'linglarchiklari, bu yoqlari. Mana mana. Nasa. 5570.